Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamdü sana Cenab-ı Allah'a bolsun. Şundaqla Peygamberimizge, ail tawabatlarga ve onunğa taki kıyamet geçkenlerge durud salamlar bolsun. Rozlar adatda gündüzi junuplukdan yuyunuş yoki mustahab bolgan gusl taharat qilish yoki tozliq qilib yuyunush va yoki issiqlab ketganlikdan salqindab yuyunush qatorliq barliq yuyunishlar o'xshash. Yuqorqi ahvollarda gelidan suv o'tib ketmasala, suvga cho'milish yoki yuyinish bilan ro'za tutilmaydi. Sahih hadislarda kelishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'za tutgan holda beshiga suv to'kkan va yuyingan. Salaflarimizmi yuyingan va kiyimlarini namdab salqindigan. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilib bundoq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazanda ihtilam bo'lganlikdan emas, balki jimadan tongga ulab g'usl qilib ro'za tutaveradi. Sahabalardan biri rivoyat qiladi-ki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Arj degan joyda issiqda ro'zador holatda ussizlikdan yoki issiqdan beshiq suv quyayotgan holatda ko'rgan. Imom Buxoriy sahihida ro'za tutuvchining g'usl qilish to'g'risida degan bobda bundoq rivoyat qilgan. İbn Ömer radıyallahu anhuma ro'zlar altida bir kiyimni ho'l qilib, uchisiga ortib olgan. Shabi ro'zlar altida munchiq ko'rgan. Ibn Abbas radıyallahu anhuma qozon yoki boshqa narsalardagi tamoqlarning ta'mini tetib boqsa kerak yo'q degan. Hasan Basri ro'za tutgan odam og'zini chayqasa, salqinlash uchun a'zolarini yuvish kerak yo'q degan. Ibn Mas'ud radıyallahu anhu agar biringlar ro'za tutgan kun bo'lsa, maylinib, chochlarim tarab tong ottirsin degan. Anas radhiyallohu anhu mening bir vannam bor edi. Men ro'za tutgan holtimda uning tushatdim degan. Abu Bakr al-Asram rivoyat qilishicha, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma ro'zador holatda Ramazon oyida hamrohlari bilan munchiq kirgan. Ibn Sirin ro'zador holatda kiyimini ho'l qilib, yuziga yepib olishni mayli deb qaraydi. Osman ibn Abul As Arafat kuni tushdan keyin badaniga suv quyib rohatlanadi. Abdurrahman ibn Asvad ro'zador holatda ikki putini suvga chilagan. Ba'zi kitoblarda ro'zadorning yuyinishini makruh degan qarashlar keladi. Masalan, Hanafi mazhab kitoblarida bayon qilinishicha, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan ikki rivoyat kelgan bo'lib, birida ro'zadorning suvga kirib olishi ho'l kiyim bilan yo'ginib olishi makruh deb qaragan. Lekin Hanafi mazhab imomlari sahih hadislarga asosan bu qarashni ojiz deb qarab makruh bo'lmaydi degan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan kelgan yana bir rivoyatni tarjih qilgan. Amaliyotda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi yuqorqi bir rivoyatda kelgan qarashida yuyinish, suvga cho'milish va ho'l kiyimni kiyib olishni ro'zani buzitidi deb emas, ibodatni qilishda siqilish izhor qilganlik bo'ladi deb makruh degan. Imom Ayni bundoq deydi: ro'zlarning yuyinishi makruh degan Abu Hanifadan kelgan rivoyat Hanafi mazhabda hisobga olinmaydigan rivoyatdir. Mazhabdagi tanlangan qarash makruh bo'lmaydi degan qarash bo'lib, buni Hasan Abu Hanifadan rivoyat qilgandir. Buni Al-Vaqiat muallifi tanbih bergan. Yana Ravza bilan Javamiul Fiqh degan kitoblarda issiqdan yuyinish, kiyimini o'ldash va beshiq suv quyish makruh bo'lmaydi deb kelgan. Imom Ibn Abidin bundoq deydi: yuyinish makruh bo'lmaydi degan qarash bo'yicha fatvo beriladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'zador holatda ussizlikdan yoki issiqdan beshiq suv quygan. Buni Abu Davud rivoyat qilgan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma ro'zador holatida kiyimini ho'l qilib yo'ginib oladi. Yana bundoq ishlarni qilishda ibodatga yordam va tabiiy siqilishdan qutulish bo'ladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh yuqorqi bir rivoyatda kelgan qarashida buni ibodatni qilishda siqilish izhor qilganlik bo'ladi deb makruh degan. Demak, Hanafi mazhab qarashidimi yuyinish ro'zani sundirmaydi. Makruhmi bo'lmaydi. Boshqa mazhablardami makruh deb qaragan olimlar tuymay qilib gelidan suv o'tib ketmasin deb ehtiyot jihatdan makruh degan.
Şuna xulasa shuki, ro'zador holatda yuyinish yoki suvga cho'milish va yoki suv uzish orqali ro'za sunmaydi. Salqindash, rohatlanish uchun qilgan bo'lsa-mu, shundoq. Bu islomning kengchiligi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan ishi. Sahoba va tabiinlardan nurg'un zotlarning qilganidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Haqiqatan islom dini qulaylikdir. Qandaq bir odam diniy amallarni oshirib qo'yishni kuchaydi ekan, u odam cho'qim mag'lub bo'ladi. Shunga o'ttirhal bo'linglar va shuningga yuzlaninglar. Az bo'lsa-mu davomlashgan amaldan umid kutinglar. Ibodat qilishda atigan, kech va kechining ma'lum vaqtlaridan foydalaninglar. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh.